Yanajon, yuzimga shunday yaxshi kosmetolog izlayapman. Kimni tavsiya berasan bilmaysam, yoshartirishim kerak, yangi yil oldi. Men dahshat kosmetolog bilaman. Kim ekan? Mana shu Mubina salonida ishlaydilar, Aksan opa. Hozirda mana shu yuz yoshartiruvchilar uchun hamma narsa $100lar 600 mingdan qilyaptilar. 50% chegirma e'lon qilgan. Zo'r ekan, ko'ramizmi kerak? Ko'ramiz. O'z yuzim yomon qilib qo'ymaydimmi, dugi? O'zlarini ko'rganmisiz? Vobshe ko'kilga o'xshaydi. Ishonchliimi? Ishonchli bo'lmasa sizga olib kelamanmi? Ko'ramiz, maqtaganingcha bor ekan. Ishonavering. Assalomu alaykum Aksan opa, yaxshimisiz? Kelinglar. Assalomu alaykum Aksan opa, yaxshimisiz? Sizni maqtab olib keladiganman. Yuzingizni qarang, uncha chiroyli. Meni ham yuzimni shunaqa yoshartirib, chiroyli qilib qo'ying. Как раз 50% mega skidka qo'yganman. Mani preparatlarim eng yaxshi, sifatli. Made in Italiya yantarniy kislota skidkaga qo'yganman. Mezoestetikdan ispanskiy preparatni ham skidkaga qo'yganman. И гиалуроновая kislota тоже ispanskiy skidkaga qo'yganman. Yangi yilgacha davom etadi skidka, ulgurib qolinglar.